Xo'p, do'stlar, assalomu alaykum. Mana bugun bu yil, bu yil учебный god ham tugay deb qoldi va bu videomiz endi hozir tugatayotgan bakalavr do'stlarimizga. Mana hozir men o'zim ham bakalavr diplomini olyapman, oxirgi bosqich talabasiman. Men sizlarga maslahat berardim, shu o'qish tugatib bakalavrda O'zbekistonga ketish emas, meni magistraturaga o'qib qolishni, chunki magistraturada o'qish u вообще boshqa narsa va sizlarga Rossiya shunaqa возможность beradi, bakalavridan keyin primoy magistraturaga byudjetga o'qishga kirsangiz bo'ladi. Men sizlarga maslahat beraman, meni grantga o'qishga kirishligingizni. Siz o'ylamang, boshqa misol uchun dizaynerskiy yo'nalishda o'qidingizmi yoki pedagogik yo'nalishda o'qidingizmi, lekin siz hozir ekonomikaga bormoqchisiz yoki qanaqadir ITga bormoqchisiz. O'shalarga bemalol borsangiz bo'ladi. Lekin основной moment bu yerda dokumentatsiya ham bo'lishi mumkin. Siz уже 20-iyunda где-то maksimum iyul boshigacha diplom olasiz. Diplom olganingizdan keyin sizga bakalavrda o'qitgan universitet просто eshiklarini yopadi, просто общага yoki boshqa narsani bermay qo'yishligi mumkin. Uning uchun ko'chada qolib ketmaslik uchun nima qilish kerak? Bizga просто pasportlaringizni tashlaysizlar, biz ro'yxatdan o'tkazib qo'yamiz. Diplom olmagan hollaringda уже biz sizlarga magistraturaga o'qishga kirgizib qo'yamiz. И сразу bu yerdan diplom olgandan keyin o'sha magistraturaga kirgan universitetlaringga borib bemalol joylashib olib, как бы bir oy vaqt byudjetga o'tkazib olsalaring bo'ladi yoki O'zbekistonga borib kelsalaring bo'ladi bemalol.